Assalomu alaykum. Biz ijtimoiy tarmoqda kuzatuvchi obunachilarimiz. Xo'p, mana bugun yana bitta sinovdan o'tayotgan pechkamizni obzor qilib ketaman. Buni o'zimiz ishxonaga, ikkita xonaga, u ikkita xonaning o'rtasiga qurib sinovdan o'tkazganmiz. Xo'p, bir sezon o'tdi, bu ikkinchi sezon, ya'ni ikkinchi yil ishlanishi bu. Xo'p, mana eshiklari oynadan bo'lgan. Tag kulxonalari g'aladon holatda. Kulxonasini ozgina ochib beradigan bo'lsak, mana o'tni tezlashishini ko'raverasizlar. Ozgina uzoqlashtirib ko'rsataman. Endi buni yopib qo'yadigan bo'lsak, оборот pasayaveradi. O't yonishi bir xilda bo'laveradi. Mana оборотni ochsak, o't tezlashyapti, yopib qo'ysak pasayapti. Bu holat faqatgina pechkada o't yonishni boshlab qizigandan keyin bo'ladi. Ya'ni pechka sovuqli holatda birinchi o't yoqmaganda bunaqa оборот bo'lmaydi. Bu любой pechkada bo'ladi bu narsa. Xo'p, yonboshdagi bu teshiklarga keladigan bo'lsak, pastki qismida teshigi bor. Ko'rsatib beraman. Ikkala tarafda ham pastdan sovuq havoni tortadi, bu yerdan issiq havo qilib chiqarib beraveradi. Xo'p, pechkamiz. Bu pechkamizni bir yil oldin adashmasam YouTube'ga videosini qo'yganmiz. Yangi pechkamiz deb. Lekin hali bu pechka sotuvga chiqqani yo'q. Sinovdan o'tkazilindi, sinovdan zo'r o'tdi. Bu pechkamizni mana tag qismi va o'txona eshiklari zich yopilgan holatda. Buni olamiz, ochamiz. Mana tutunni aylanib yana pastga tortib kirib ketaveradi. Ya'ni tepaga tutun itarib olish holati bo'lmaydi. Xo'p. Pechkamizda kraska sepilgan. Prosta hozir bu xonada remont bo'layotgani uchun mana ustilar ozgina urinib ketgan. Lekin mana bu pastki qism kraskalari top-toza holatda turibdi. O'tini ozgina ko'tarib beramiz. Xo'p, zigzag sistema qilganmiz. Bunga ham sabab rasxodni kamaytirishlik uchun. Bu yoqdan tomga chiqib ketgan. Xo'p, pechkamiz hozir orqa tarafini ko'rsatib o'taman. Xo'p, mana bu pechkamizning orqa taraf qismi bo'ladi. Orqa tarafda ochda hech qanaqa narsa yo'q. Xona remont bo'lgan xona. Xo'p, pechkamiz ishlayapti. Bu orqasiga ikkita palasa teshiklar, fortichkalar. Bu ham xuddi shunaqa sistema. Pastdan sovuq havo tortib, bu yerdan issiq havo haydab beradi bu tomonga. Buni sinovdan o'tkazayotganligimiz uchun unaqa zo'r idealniy remontga qo'ymaganmiz. Sababi buni o'xshamasligi o'zimizga ham ikkilamchi narsa bo'lgan. Xo'p, mana tepa qismdagi bu tarafdan, pastki qismdagi mana bu tarafdan issiq haydab beradi mana. Shunaqa holatda. Xo'p, pechkani isitish ob'yomiga keladigan bo'lsak, sodda qilib tushuntiraman. 6 metrgacha bo'lgan ikkita xonani isitib berishga kuchi yetadi. Undan katta xonaga ham kuchini yetkazsa bo'ladi, rasxod ko'proq bo'ladi. Rasxod yoqilg'i yoqish ehtimoli ko'payib ketaveradi. Hozirgi holatda o'rtacha o'tin, ko'mir, gaz nima bo'lishidan qat'iy nazar yonuvchi любой narsaga yonib ketaveradi. Xo'p, pechkamiz ham 4 ga 8 lis kombinatsiya bo'lgan. Endi xudo xolasa 2026-yildan boshlab buni ham sotuvga chiqarish maqsadimiz bor. Bu pechkamizda lekin duxovka bo'lmaydi, faqat isitishlik uchun. Tepasida o'sha ko'rdinglar, pildirag'i bo'ladi. Choy-poy qaynatib, ovqat qilishlik uchun foydalansa bo'laveradi, lekin duxovka qism bo'lmaydi. Pechkamiz shu holatda. Orqa tarafi. Xo'p, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, telefon qilib zakaz berishni boshlasanglar bo'laveradi. Tayyorlab berilaveradi. Zakaz yetkazib berish ham kelishilgan holatda bo'laveradi. Narxini hozircha aniq seni qo'yganimiz yo'q. Hisob-kitob qilinyapti. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, telefon qilib aloqaga chiqsanglar, hisoblab narxini chiqarib beramiz.